Bugun sizlar bilan 16 razmerli skuterimizni ko'rib chiqamiz. Bu skuterimiz to'liq elektronli bo'ladi. O'zini ikkitala putlari, elektromobilda bordek, NFC-lari ham mavjud. Zavod bo'lishlaridan bemalol cho'tga oladi. Pultdan ham zavod qilsa bo'ladi. Sifatlari juda a'lo bo'ladi. Oldiga lupali led ham qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Kechasi cho'tga yotadi. Balonimiz diametri 16 razmerligi bo'ladi. 16, 3, 76 bo'ladi. 7.6 bo'ladi qalinligi. Ko'rayotganinglardek qalingina yo'llar diska bo'ladi. Sifatlari juda a'lo. Tepasida amortizatorlari ham mavjud. Sifatlari cho'tki. Oldi savatchalari mavjud. Orqasida barlari ham bor. Oyog'ingizga bu yerda xalaq qilsa, bu yerga ham qo'yishingiz mumkin. Bu yerda ham o'tirganda qo'yish uchun joylari mavjud. Eng zo'r tarafi, zaryadkasi o'chib qolganda buni pedal qilib ishlatib ketsangiz bo'ladi. Aylanishlari ham osongina. Bemalol o'chib qolsa uylarga yetishingiz, o'tib-o'tib bemalol borib kelishingiz mumkin. Velosiped vazifasini ham bajaradi. Oldi orqa amortizatorlari mavjud. Sidena ko'chalari ham sifatli ko'chalar ishlatilgan. Maza qilib yumshoqqina ketasizlar. Orqa bagajniklari ham mavjud. Buni xuplab qo'ysanglar ham bo'ladi. Ichlari ham kengina. O'zining komplektida zaryadkalari, pedallari bo'ladi. Hamda himoya zashnilar zarlari bo'ladi. Optodan himoya qiladiganlar bor. Men komplektida kaskamiz bo'ladi. Kaskamiz ham baquvvatgina, chiroyli ishlangan. Himoya kuchlari ham mavjud. O'zini telefon qo'yadigan pastaqtalari ham mavjud. Zo'r ishlaydi. Svetini diyodan o'chirib yoqiladi. Signallari, faolliklari, elektronik tushniklari ham mavjud. Skorshlari 3-skors, 1-skors, 3-skorsda 30 tezlikgacha chiqadi. Skorslarni diyodan boshqara olasizlar. Parkovkada bo'lgani uchun yurmayapti. Parkovkadan chiqasizlar, yurib ketaveradi. Keyin tormozlari orqasi trosli bo'ladi, oldida esa gazli trosli bo'ladi. Troslari ham zo'r ishlab beradi. Momentalniy ishlaydi inshaalloh. Hammaga qiziq bo'lgan kerakli joyi 5 talik akkumulyator bo'ladi, 72 talik to'liq zaryadka bilan 70 km yurib beradi. Keng assortiment hamyonbop narx uchun bolalarning ustiga taklif beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.